قبل أن نبدأ الدرس نقرأ الفاتحة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الراضين المرضيين، وإلى روح سيدنا الإمام البخاري والمحدثين كافة أجمعين وأشياخنا. الفاتحة. بسم الله. تفضلوا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. İnşallah bugün 801. hadisten başlayınız. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند مشايخنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: عن السيدة عائشة وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga: "Ey Oysha, agar qavming johiliyatdan chiqqan bo'lmaganida, albatta baytni buzishga buyurib, undan chiqarib yuborilgan joyni unga kiritib, o'zini yer bilan baravarlashtirgan edim, hamda unga ikki eshikni sharqiy eshik va g'arbiy eshik qilib Ibrohimning poydevoriga o'tkazib qo'ygan bo'lar edim" dedilar. وبه إليه قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U: "Ey Allohning rasuli, Makkada qayerdagi uyingizga tushasiz?" dedi. U zot: "Aqil hovli joylardan biror narsa qoldiribdimi?" dedilar. Aqil bilan Tolib Abu Tolibdan meros olishgan. Ja'far va Ali roziyallohu anhumolar esa hech narsa meros olishmagan edi. Chunki ular musulmon edilar. Aqil va Tolib esa kofir bo'lishgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mo'min kofirdan meros ololmaydi derdilar. Ibn Shihob: ular Alloh taoloning albatta iymon keltirgan, hijrat etgan, mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlar hamda boshpana berib yordam ko'rsatganlar, ana o'shalar bir-birlariga validirlar degan so'zini ta'vil qilishar edi deydi. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkaga kirishga otlanganlarida: Alloh xohlasa ertaga manzilimiz Banu Kinona tog'i yon bag'rida. Ular, ya'ni Quraysh va Banu Kinona kufrga qasam ichgan joydadir dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qurbonlik kuni ertalab Minoda turib, biz ertaga Banu Kinona tog'i yon bag'riga, ular kufrga qasam ichgan joyiga tushamiz dedilar. Bu bilan muhassabni nazarda tutdilar. Zotan Quraysh bilan Kinona qabilalari Banu Hoshim va Banu Abdul Muttalibga yoki Banu Muttolibga qarshi o'laroq Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ularga topshirmagunicha ular bilan nikohlanmaslikka, oldi-sotdi qilmaslikka o'zaro qasam ichishgan edi.
وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ka'bani ingichka boldirli Habash kimsa vayron qiladi dedilar. وبه إليه قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ramazon farz bo'lishidan avval Ashuroda roza tutishar edi. Bu Ka'baga Ka'bapo'sh yopiladigan kun edi. Alloh Ramazonni farz qilgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim unda roza tutishni istasa tutaversin, kim uni tark qilishni istasa tark qilaversin dedilar. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. Abu Said Khudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam albatta Bayt Ya'juj va Ma'juj chiqqanidan keyin ham haj va umra qilinaveradi dedilar. Sho'badan qilingan rivoyatda Bayt haj qilinmaydigan bo'lmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganlar. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam men uni toshma-tosh ko'chirayotgan qop-qora maymoq kishining yonida turgandekman dedilar. وبه إليه قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Obis ibn Robiyadan rivoyat qilinadi. Umar roziyallohu anhu Hajarul Aswadni oldiga kelib, uni o'pdi-da, albatta men sening zarar ham, foyda ham bera olmaydigan bir tosh ekaningni bilaman. Agar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning seni o'payotganlarini ko'rmaganimda, seni hargiz o'pmas edim dedi. وبه إليه قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. Abdullah ibn Abu Awfa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umra qildilar. Baytni tavof qildilar va maqomning orqasida 2 rakat namoz o'qidilar. U zot bilan birga u zotni odamlardan to'sib turgan kishi ham bor edi. Shunda bir kishi undan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'baga kirdilarmi dedi. U yo'q dedi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelganlarida baytga kirishga ko'nmadilar. Chunki unda olihalar bor edi. U zot buyurgan edilar, ular chiqarib tashlandi. Ibrohim va Ismoilning alayhimussalom qo'llarida fol cho'pi tutgan suratlarini ham olib chiqishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh ularni, ya'ni mushriklarni yakson qilsin. Bilib qo'yinglar, Allohga qasamki, ular ikkovlarining bu cho'plar bilan hech qachon fol ochmaganlarini yaxshi bilishar edi dedilar. Keyin baytga kirib, uning har tarafida takbir aytdilar, uning ichida namoz o'qimadilar.
وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashablari Makka ga kirib keldilar. Mushriklar u sizlarning oldingizga kelyapti, ularni Yasribning isitmasi holdan toydirgan deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularni, ya'ni sahobalarni 3 aylanishni raml qilishga, 2 rukun orasini esa yurib o'tishga amr qildilar. Ular rahm shafqat qilganlari uchungina aylanishlarning barchasini raml qilishga amr etmadilar. Hadisdagi raml qilish degani pahlavonlarcha yurish degani. Unda oddiy yurish bilan yugurish o'rtasida yelkalarni harakatlantirib sakrabroq yuriladi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من السبع. Solimdan u otasi roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makka ga kelganlarida ko'rganman. Tavoflarining avvalida qora rukunni istilom qilgach, 7 ta tavofdan 3 tasida tez odimladilar dedilar. Qora rukundan murod Hajarul Aswad. وبه إليه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما لنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rukunga Allohga qasamki, men sening zarar ham foyda ham bermaydigan bir tosh ekaningni bilaman. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning seni istilom qilganlarini ko'rmaganimda seni istilom qilmas edim dedi-da, uni istilom qildi. Keyin bizga ramlning nima daxli bor? Biz u bilan mushriklarga o'zimizni ko'rsatgan edik xolos. Alloh ularni halok qilib bo'ldi dedi. So'ngra bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam qilgan ish, uni tark etishni istamaymiz dedi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. Ubaydullohdan rivoyat qilinadi, Nofiy dedi. Ibn Umar roziyallohu anhuma Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bu 2 rukunni istilom qilganlarini ko'rganimdan beri ularni istilom qilishni qiyinchilikda ham, osonchilikda ham tark etmadim degan. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajda tuyada rukunni mihjan bilan istilom qilib tavof etdilar. Mihjan yuqori tomoni qayrilgan burama hassadir. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. Zubayr ibn Arabiydan rivoyat qilinadi. Bir kishi Ibn Umar roziyallohu anhudan toshni, ya'ni Hajarul Aswadni istilom qilish haqida so'ragan edi. U men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uni qo'l bilan istilom qilayotganlarini va o'payotganlarini ko'rganman dedi. Men aytchi, agar tiqilinchda qolsamchi? Aytchi, agar yeta olmay qolsamchi dedim. U aytchilaringni Yamanda qil. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uni qo'l bilan istilom qilayotganlarini va o'payotganlarini ko'rganman dedi. وبه إليه قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. Oysha roziyallohu anha menga xabar beradi dedi Urva. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelganlarida birinchi qilgan ishlari tahorat olish bo'ldi.
Keyin tavof qildilar. Ammo bu umra bo'lmadi. So'ngra Abu Bakr va Umar roziyallohu anhuma ham xuddi shunday haj qilishdi. Keyin otam Zubayr roziyallohu anhu bilan birga haj qildim. Avvalgi qilgan ishi tavof bo'ldi. Keyin muhojir va ansorlarning ham shunday qilganlarini ko'rdim. Onam menga xabar berganki, uning o'zi, singlisi Zubayr va falonchilar umra uchun ihrom bog'lashgan ekan. Rukunni islom qilgach, ihromdan chiqishgan ekan. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelishlarining boshida haj yoki umra uchun tavof qilsalar, 3 tavofda tezlab 4 tasida oddiy yurar, keyin 2 rakat namoz o'qir, so'ngra Safa va Marva orasida sa'i qilar ekanlar. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ka'bani tavof qilayotib, qo'lini qayish yoki arqon yoxud boshqa bir narsa bilan bir kishiga bog'lab olgan odamning oldidan o'tib qoldilar va o'sha narsani qo'llari bilan uzib tashladilar. So'ngra uni qo'lidan yetakla dedilar. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday xabar qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajdan oldingi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni amir qilgan hajda u kishi uni Abu Hurayrani bir guruh kishilar bilan qurbonlik kuni odamlarga bilib qo'yinglar, bu yo'ldan keyin mushrik haj qilmaydi, yalang'och kishi baytni tavof qilmaydi deb e'lon qilishga yubordi. وبه إليه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelib tavof qildilar. Safa va Marva orasida sa'i qildilar va Ka'bani tavof qilganlaridan keyin to Arafotdan qaytgunlaricha unga yaqin kelmadilar. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hojilarga suv ulashish uchun Mino kechalari Makkada tunashga izn so'ragan edi. U zot unga izn berdilar. Izoh: Mino kechalari deganda Minoda tunab qolinadigan Qurbon hayiti kechalaridir nazarda tutiladi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suv ulashiladigan joyga kelib suv so'ragan edilar. Abbos: "Ey Fazil,
onangga borib uning huzuridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biror ichimlik olib kel dedi. Shunda u zot menga suv ber dedilar. U ey Allohning rasuli, ular bunga qo'llarini solishadi dedi. U zot yana menga suv ber dedilar va undan ichdilar. Keyin Zamzam qudug'iga keldilar. Ular, ya'ni Abdul Muttolibning avlodlari u yerda suv ulashib ishlayotgan edilar. U zot ishlayveringlar, chunki sizlar solih amal qilyapsiz dedilar. So'ngra agar yengilib qolishingiz bo'lmaganida albatta tushib arqonni mana bunga gardanlarini nazarda tutmoqdalar qo'ygan bo'lar edim deb gardanlariga ishora qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yengilib qolish deganda nimani nazarda tutganlari haqida turlicha fikrlar bor. Jumladan, men tushsam odamlar ham menga ergashib Zamzam tortishga tushib ketishadi. Natijada odam ko'payib sizlarga ish tegmay qoladi degan ma'noda aytgan bo'lishlari mumkin. Chunki bu sharafli vazifani faqat Abdul Muttolibning avlodi bajarar edi. Shuningdek, bu gaplari sizlar meni suv tortishga qo'ymaysizlar. Men sizlar istamagan ishni qilsam, sizlardan ustun kelgan bo'lib qolaman. Sizlar mag'lub sanalib qolasizlar. Yoki agar men tushib suv tortsam, bu ish sizlar uchun ta'kidlangan sunnatga aylanib qolishi mumkin. Keyin siz uni bajarishga qiynalib qolasiz degan ma'noda ham aytilgan bo'lishi mumkin. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير. Ibn Abbos roziyallohu anhuma bunday so'zlab berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Zamzam tutdim. U zot tik turgan hollarda ichdilar. Osim aytadiki, Ikrima qasam ichib o'shanda u zot tuyaning ustida ekanlari aniq dedi. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. Urva aytadi, Oysha roziyallohu anhodan Alloh taoloning albatta Safo va Marva Allohning shiorlaridandir. Kim baytni haj yoki umra qilsa, bu ikkovi o'rtasida sa'i qilishda unga gunoh yo'q degan so'zi haqida nima deysiz? Allohga qasamki, hech bir kishiga Safo va Marvada sa'i qilmaslikda gunoh bo'lmasa kerak deb so'radim. U bunday dedi: "Ey jiyanim, qanday yomon so'z aytding. Agar bu sen ta'vil qilganingdek bo'lganida, ikkovida sa'i qilmasligida unga gunoh yo'q shaklida bo'lardi. Lekin u ansorlar haqida nozil bo'lgan. Ular musulmon bo'lishlaridan oldin Mushallalning yonida o'zlari ibodat qiladigan tog'ut uchun, manot uchun ihrom bog'lashardi. Ihrom bog'lagan kishi Safo va Marvani sa'i qilib gunoh bo'lishdan saqlanar edi. Keyin musulmon bo'lishgach bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab, ey Allohning rasuli, biz Safo bilan Marva orasida sa'i qilib gunoh qilib qo'yishdan saqlanar edik deyishdi. Shunda Alloh taolo albatta Safo va Marva Allohning shiorlaridandir oyatini nozil qildi. Dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ikkisining orasida tavof qilishni sunnat qildilar. Binobarin ularning orasida tavof qilishni tark etishga hech kimning haqqi yo'q.
وبه إليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. Ubaydulloh ibn Umardan rivoyat qilinadi, Nofi' dedi. Ibn Umar roziyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga avvalgi tavofni qilganlarida 3tasida tez odimlar, 4tasida oddiy yurar edilar. Safo va Marva orasida sa'i qilganlarida Batnul Masilda tezlar edilar dedi. Men Nofi'ga Abdulloh Yamani rukunga yetganda oddiy yurardi edimi dedim. U yo'q. Faqat rukun oldida tiqilinchda qolsagina oddiy yurar edi. Chunki uni istilom qilmaguncha qo'ymas edi dedi. وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashablari hajga ihrom bog'lashdi. Ular ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Talhadan boshqa hech kimda hadiy yo'q edi. Ali Yamandan hadisi bilan keldi. U Nabiy sallallohu alayhi va sallam ihrom bog'lagan narsaga ihrom bog'ladim dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam yonida hadisi borlardan boshqa ashablariga hajni umraga aylantirishni, tavof qilib, so'ng sochlarini qisqartirib ihromdan chiqishni buyurdilar. Ular ihromdan chiqib zakarimizdan mani tomib turgan holda Minoga boramizmi deyishdi. Bu gap Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetib bordi. Shunda u zot agar avval qilgan ishimga endi ro'para bo'lsam, hadiy atamagan bo'lar edim. Agar yonimda hadiy bo'lmaganida men ham albatta ihromdan chiqar edim dedilar. وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى قال فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤك. Abdulaziz ibn Rufay'dan rivoyat qilinadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ga savol berib, menga Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'zingiz eslab qolgan biron narsani aytib bering. U zot tarviya kuni peshin va asrni qayerda o'qiganlar dedim. U Minoda dedi. Nafr kuni asrni qayerda o'qiganlar dedim. U Abtohda dedi. Keyin amirlaring qilayotganidek qilaver dedi. Abtoh Makka hududiga kirishdagi joyning nomi. U Batho yoki Muhassab ham deb ataladi. وبه إليه قال عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. Fazl roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Odamlar Arafa kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning roza tutganlari borasida ikkilanishdi. Shunda men Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ichimlik jo'natgan edim. U zot uni ichdilar. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه
إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. Solimdan rivoyat qilinadi. Abdulmalik Hajjojga hajda Ibn Umar roziyallohu anhumoga xilof qilmaslikni aytib xat yozdi. Ibn Umar roziyallohu anhumo Arafa kuni quyosh zavolga ketgan paytda keldi. Men u kishi bilan birga edim. Shunda u Hajjojning saroburdasi oldida qichqirdi. U egnida sariqqa bo'yalgan keng izori bilan chiqib: "Ey Abu Abdurrahmon, senga nima bo'ldi?" dedi. U kishi: "Agar sunnatni iroda qilsang yo'lga tush" dedi. U: "Shu paytda-ya" dedi. U kishi: "Ha" dedi. U: "Unda menga biroz vaqt ber, boshimdan suv quyib olay, keyin chiqay" dedi. U kishi Hajjoj chiqqunicha pastga tushib yurdi. Keyin u Hajjoj otam bilan mening o'rtamizda yurib ketdi. Shunda men: "Agar sunnatni iroda qilsang, xutbani qisqa qilib, vuqufni tezlashtir" dedim. U Abdullohga qaray boshladi. Abdulloh buni ko'rgach, "Rost aytdi" dedi. وبه إليه قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ Jubayr ibn Mut'im roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Tuyamni yo'qotib qo'yib, Arafa kuni uni qidirib ketdim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Arafatda vuqufda turganlarini ko'rib, Allohga qasamki, bu ahmaslardan-ku, u bu yerda nima qilyapti dedim. Hadisdagi ahmas ko'pligi hums bo'ladi. Lug'atda diniy udumlarga qattiq berilgan degan ma'noni bildiradi. Quraysh qabilasi arablar ichida diniy rahnamo o'laroq turli diniy urf-odatlarni chiqarib, ularga mahkam turganlari uchun shu laqabni olgan. Keyinroq bu laqab diniy amallarga qattiq berilgan boshqalarga ham ishlatiladigan bo'lgan. Islomdan avval vuquf faqat haramda bo'lar edi. Arafat esa haram hududidan tashqarida bo'lgani uchun roviy u zotni ko'rib taajjublanib qolgan. وبه إليه قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال الراوي: والنص فوق العنق. Hishom ibn Urva otasidan rivoyat qiladi. O'tirgan edim, Usomadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajda Arafatdan qaytishlarida ulovda qanday yurar edilar deb so'raldi. U: "Yo'rttirar edilar, kenglikka kelsalar choptirar edilar" dedi. Hishom aytadi: "Nas yo'rttirishdan ham tezroqdir. Fajva esa kenglik bo'lib, ko'pligi fajavot va fijodir. Rakva va riko ham shunday. Manos degani qochish vaqti emas deganidir." وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. Ibn Abbos roziyallohu anhuma bunday so'zlab berdi. U Arafa kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga qaytgan ekan. O'shanda Nabiy sallallohu alayhi va sallam orqalarida tuyakashlarning tuyalariga qattiq baqir-chaqiri, ur-suri, shovqin-suronini eshitib, odamlarga qamchilar bilan ishora qilib: "Ey odamlar, o'zingizni sokin tuting, chunki yaxshilik tezlashishda emas" degan ekanlar. وبه إليه قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال: فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا.
قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. Asmoning mavlosi Abdullohdan rivoyat qilinadi. Asmo jam' kechasi Muzdalifaga tushdi va namoz o'qishga turib, bir muddat namoz o'qidi. Keyin, "Ey o'g'ilcham, oy g'oyib bo'libdimi?" dedi. Men yo'q dedim. U yana bir oz muddat namoz o'qidi. Keyin, "Oy g'oyib bo'libdimi?" dedi. Men ha dedim. U, "Unda yo'lga tushinglar" dedi. Biz yo'lga tushdik va yurib ketaverdik. Nihoyat u jamraga tosh otdi. So'ng qaytib kelib bomdodni o'z manzilida o'qidi. Shunda men unga, "Hoy, erta yurib qo'ydik-ov" dedim. U, "Ey o'g'ilcham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarga ruxsat berganlar" dedi. وبه إليه قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Muzdalifaga tushganimizda Savda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan odamlarning ur-yiqitlaridan oldinroq qaytishga izn so'radi. U sekin harakat qiladigan ayol edi, unga izn berildi. U odamlarning ur-yiqitlaridan oldin qaytib ketdi. Biz esa tong otguncha turdik. So'ng u zotning qaytishlarida birga qaytdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Savda izn so'raganidek, izn so'ragan bo'lganimda, bu mening uchun har qancha yaxshilik, xursandchilikdan suyukli bo'lar edi dedilar. وبه إليه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. Abdurrahmon ibn Yaziddan rivoyat qilinadi. Abdulloh roziyallohu anhu bilan Makka tomon yo'lga chiqdik. Keyin jamoaga keldik. U ikki namozni, ularning har birini alohida azon va iqoma bilan o'qidi. Keyin kechki ovqat va bu ikkovining orasida bo'ldi. So'ng tong otganda bomdodni o'qidi. Birov tong otdi der, boshqa biri tong otmadi der edi. So'ngra u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta ushbu ikki namoz, shom va xufton ushbu joyda o'z vaqtidan o'zgartirilgan. Shuning uchun odamlar xufton vaqti kirmaguncha jamoaga kelishmaydi. Bomdod namozi mana shu vaqtdadir deganlar dedi. Keyin kun yorishguncha vuquf qildi. So'ngra mu'minlar amiri hozir qaytganida edi, sunnatni topgan bo'lar edi dedi. Uning so'zi oldin bo'ldimi yo Usmon roziyallohu anhu ning qaytishimi bilmayman. U qurbonlik kuni to Jamratul Aqaba toshini otguncha talbiya aytishdan to'xtamadi. وبه إليه قال عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. Amr ibn Maymun aytadi. Umar roziyallohu anhu ning jamida bomdod o'qib, keyin vuquf qilganiga guvoh bo'ldim. U mushriklar quyosh chiqqunicha qaytishmas edi va yorishgin ey sabr deyshar edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga xilof qildilar dedi. So'ngra quyosh chiqmasdan oldin qaytdi. وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثالثة أو الثانية. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir badana haydab ketayotgan kishini ko'rib, uni minib ol dedilar. U bu badanaku dedi. U zot yana uni minib ol dedilar. U yana bu badanaku dedi. U zot uchinchisi yoki ikkinchisida uni minib ol, sho'ring qurgur dedilar. Badananing izohi 1545-hadisda o'tgan. Ya'ni bu badanaku degandan bu qurbonlikka atalgan tuyaku demoqchi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolashuv hajda umrani hajga ulab tamattu qildilar. Hadiy atab o'sha hadiyni Zulhulayfadan haydab bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval umra uchun, so'ng haj uchun talbiya aytdilar. Odamlar ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga umrani hajga ulab tamattu qilishdi. Odamlarning orasida hadiy atab uni haydab kelganlar ham, hadiy atamaganlar ham bor edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelganlarida odamlarga sizlardan kim hadiy atagan bo'lsa, to hajini ado etmagunicha o'ziga taqiqlangan narsalarning birortasi unga halol bo'lmaydi. Sizlardan kim hadiy atamagan bo'lsa, u baytni hamda Safo va Marvani tavof qilsin, sochini qisqartirsin va ihromdan chiqsin. Keyin vaqti kelganda hajga ihrom bog'lasin. Kim hadiy topa olmasa, hajda 3 kun o'z ahliga qaytganida 7 kun roza tutsin dedilar. وبه إليه قال عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في 10 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. Misvar ibn Mahrama va Marvondan rivoyat qilinadi. Hudaybiya sulhi paytida Nabiy sallallohu alayhi va sallam mingdan ortiq ashablari bilan Madinadan yo'lga chiqdilar. Nihoyat Zulhulayfada ekanlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadiyga ilgi osdilar va ish'or qildilar hamda umraga ihrom bog'ladilar. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت ليس كما قال أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. Amra binti Abdurrahmon xabar beradi. Ziyod ibn Abu Sufyon Oysha roziyallohu anhoga Ibn Abbos roziyallohu anhuma kim hadiy jo'natsa to hadiy so'yilmaguncha hojiga harom bo'lgan narsa unga ham haromdir deyapti deb maktub yozdi. Oysha roziyallohu anha Ibn Abbos aytganidek emas. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadiylari uchun ilgilarini o'z qo'lim bilan eshitganman. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'z qo'llari ila osganlar. So'ng uni otam bilan birga jo'natganlar. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh halol qilgan biror narsa to hadiylari so'yilguncha u zotga harom bo'lib qolmagan dedi. وبه إليه قال وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما
وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Bir safar Nabiy sallallohu alayhi va sallam qo'y echkilarni hadiya atadilar. Yana bir rivoyatlarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ilgilar eshib berar edim. U zot qo'y echkilarga ilgi osar va ahllarining orasida ihromdan tashqarida qolaverar edilar. وفي رواية عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. Mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men ularning ilgilarini huzurimdagi yungdan eshib berdim dedilar. وبه إليه قال عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga o'zim so'ygan tuyalarning to'qimlari va terilarini sadaqa qilishimni buyurdilar. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 بقين من ذي القعدة تقدم. وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. Yahyo ibn Saiddan rivoyat qilinadi. Amra binti Abdurrahmon aytadi: Men Rasululloh men Oysha roziyallohu anhoning bunday deyayotganini eshitdim. Zulqa'dadan 5 kun qolganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga faqat hajni ko'zlab yo'lga chiqdik. Makka ga yaqinlashganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yonida hadiyisi bo'lmaganlarni tavof qilib, Safo va Marva orasida sa'y qilgach, ihromdan chiqishga buyurdilar. Keyin qurbonlik kuni bizga mol go'shti olib kiritildi. Shunda men bu nima dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jufti halollari nomidan qurbonlik qildilar deyishdi. Men buni Qosimga aytgan edim. U hadisni senga ayni shaklda keltiribdi dedi. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ubaydulloh ibn Umar Nofi'dan rivoyat qiladi. Abdulloh roziyallohu anhu qurbonlik so'yish joyida so'yar edi. Ubaydulloh, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qurbonlik so'yadigan joylarida dedi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Ziyod ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhumoning so'yish uchun tuyasini cho'ktirib qo'ygan bir kishining oldiga kelib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini qilib, uni tushovlab, turg'izib yubor deganini ko'rdim. وبه إليه قال عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam meni yubordilar. Men badanalarning ustida turdim. U zot menga buyurdilar. Ularning go'shtini taqsimladim. So'ng yana buyurdilar. To'qimlari va terilarini taqsimladim. وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. Ibn Jurayjdan rivoyat qilinadi. Ato bizga dedi: Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhumoning Minoning 3 kuni o'tganidan keyin badanalarimizning go'shtidan yemas edik. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga ruxsat berib, yenglar va g'amlab ham olinglar dedilar. Shundan keyin biz yedik va g'amlab ham oldik deyotganlarini eshitdim. Men Atoga to Madinaga kelgunimizcha deganmidi dedim. U yo'q dedi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. Nofi aytadi, Ibn Umar roziyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hajlarida soch oldirdilar der edi.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء 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 وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين Nofi Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohim soch oldirganlarga rahim qil dedilar. Qisqartirganlarga ham ey Allohning rasuli deyishdi. Allohim soch oldirganlarga rahim qil dedilar. Qisqartirganlarga ham ey Allohning rasuli deyishdi. Qisqartirganlarga ham dedilar. Lays aytadi, Nofi menga Alloh soch oldirganlarga rahim qilsinni 1-2 marta aytdilar deb so'zlab berdi. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال اغفر بدل ارحم قالها 3 Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohim soch oldirganlarni mag'firat qilgin dedilar. وبه إليه قال عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص Muaviya roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sochlarini tig'i enli uzun kamon o'qi bilan qisqartirdim. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. Vabaradan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhudan toshni qachon otay deb so'radim.
Rahbaring qachon otsa shunda ot dedi. Unga savolni qaytardim. U biz vaqtni kutib turardik. Quyosh zavoldan oqsa otar edik dedi. وبه إليه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Abdurrahmon ibn Yaziddan rivoyat qilinadi. Abdulloh roziyallohu anhu toshni vodiyning ichidan turib otdi. Men, ey Abu Abdurrahmon, odamlar uning yuqorisidan otishadi-ku dedim. Shunda u o'zidan boshqa iloh yo'q zotga qasamki, u zot sallallohu alayhi va sallamga Baqara surasi nozil qilingan maqomdir bu dedi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى ب7 وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Abdurrahmon ibn Yaziddan rivoyat qilinadi. U kishi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu katta jamraga borib, chap tomonini baytga, o'ng tomonini minoga qilib turdi va 7 ta tosh otdi va Baqara surasi nozil qilingan zot sallallohu alayhi va sallam shunday otganlar dedi. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. Solimdan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhuma eng yaqin, ya'ni kichik jamraga 7 ta mayda tosh otar. Har bir tosh ketidan takbir aytar edi. So'ng oldinga yurib borib, tekis yerga tushar, qiblaga yuzlangancha uzoq turar, ikki qo'lini ko'tarib duo qilar edi. Keyin o'rtaga jamraga tosh otar, so'ng chap tomonga o'tib, tekis yerga tushar va qiblaga yuzlangancha uzoq turar, ikki qo'lini ko'tarib duo qilar edi. Yana uzoq turib, so'ng vodiyning ichidan Aqabadagi jamraga tosh otar va unda to'xtamas edi. So'ng jo'nab ketar ekan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mana shunday qilganlarini ko'rganman der edi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Odamlarga oxirgi qiladigan ishlarining bayt tavofi bo'lishi buyurildi. Faqat hoizaga yengillashtirildi. وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shunday so'zlab berdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam peshin, asr, shom va xuftonni o'qidilar. Keyin muhassabda biroz mizg'ib oldilar. So'ngra baytga ulov minib borib, uni tavof qildilar. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Ibn Tawus otasidan rivoyat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma ifoza tavofini qilgan bo'lsa, hayzli ayolning qaytishiga ruxsat etildi dedi. Ibn Tawus aytadiki, Ibn Umarning u, ya'ni hayzli ayol qaytib ketmaydi deganini eshitgandim. Keyinroq uning Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga ruxsat berganlar deyotganini eshitdim. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Muhassabga tushish haj ibodatlaridan hech narsa emas. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushgan bir joy xolos. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
Nofi'dan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhuma Makkaga kelayotganda Zutuvoda tunar, tong otgach shaharga kirar edi. Qaytganda esa Zutuvodan o'tar va u yerda tong otguncha tunar edi. U Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday qilar edilar der edi. أبواب العمرة وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Umra kitobi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umra keyingi umragacha ikkalasi orasidagilarga kafforatdir. Mabrur hajning mukofoti esa faqat jannatdadir dedilar. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. Ibn Jurayjdan shunday xabar qiladi. Ikrima ibn Xolid Ibn Umar roziyallohu anhumodan hajdan oldin umra qilish haqida so'ragan edi. U hech qisi yo'q dedi. Ikrima aytadiki, Ibn Umar Nabiy sallallohu alayhi va sallam haj qilishlaridan oldin umra qilganlar dedi. وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه أنه قيل له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 إحداهن في رجب. قال السائل فقلت لعائشة ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. Mujohiddan rivoyat qilinadi. Men va Urva ibn Zubayr masjidga kirsak, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma Oyshaning hujrasi yonida o'tirgan ekan. Odamlar esa masjidda zuho namozini o'qishayotgan edi. Biz undan, ya'ni Ibn Umardan ularning namozi haqida so'radik. U bid'at dedi. Keyin Urva unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam necha marta umra qilganlar dedi. U 4 marta, biri Rajabda edi dedi. Unga raddiya bildirgimiz kelmadi. Keyin mu'minlar onasi Oysha roziyallohu anhoning hujrasida tish tozalayotganini eshitib qoldik. Urva, ey onajon, ey mu'minlar onasi, Abu Abdurrahmon nima deyayotganini eshityapsizmi dedi. Nima deyapti dedi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 ta umra qilganlar, biri Rajabda edi deyapti dedi. U kishi Abu Abdurrahmonga Alloh rahim qilsin. U zot biror umra qilgan bo'lsalar, albatta u guvoh bo'lgan, ammo u zot Rajabda hech umra qilmaganlar dedi. Bu hadisda zuho namozining o'zi emas, balki uni odamlar ataylab masjidga to'planib ado etishlari bid'at ekani nazarda tutilgan. وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قلت كم حج؟ قال 1. Qatodadan rivoyat qilinadi. Anas roziyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi va sallam nechta umra qilganlar deb so'radim. U 4 ta. Mushriklar u zotni to'sishganda Zulqa'dada qilgan Hudaybiya umrasi. Keyingi yili ham Zulqa'dada ular bilan sulh tuzganlaridagi umra. O'ylashimcha Hunayniki taqsimlaganlarida Ji'rona umrasi dedi. Nechta haj qilganlar dedim. U bitta dedi. Bu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning 4-haj bilan birga qo'shib qilgan umralari zikr qilinmagan. وبه إليه قال وفي رواية أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. Qatodadan rivoyat qilinadi. Anas roziyallohu anhudan so'ragan edim. U Nabiy sallallohu alayhi va sallamni qaytarib yuborishganda u zot umra qilganlar. Kelasi yili Hudaybiya umrasi, Zulqa'da oyida bir umra va hajlariga qo'shib bir umra dedi. وبه إليه قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
Abu Ishoqdan rivoyat qilinadi. Masruq, Ato va Mujohiddan so'ragan edim, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulqa'dada haj qilishlaridan oldin umra qilganlar deyishdi. وبه إليه قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد. Bizga Ali ibn Abdulloh so'zlab berdi. Sufyon bizga Amirdan, ya'ni Ibn Dinordan rivoyat qilib so'zlab berdiki, u Amir ibn Avsdan quyidagilarni eshitgan ekan. Abdurrahmon ibn Abu Bakr roziyallohu anhuma Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga Oyishani mingashtirib, uni Tan'imdan umra qildirishga buyurganlarini xabar qildi. Sufyon bir safar men buni Amirdan ibn Dinordan qancha eshitgan bo'lsam, Amirdan, ya'ni Ibn Avsdan ham shuncha eshitganman degan. Suroqa ibn Malik ibn Ju'shum Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Aqabada tosh otayotganlarida uchratib qolib, bu hajni umraga aylantirish yoki haj oylarida umra qilish sizlarga xosmi ey Allohning rasuli dedi. U zot yo'q, abadiy dedilar. وبه إليه قال حديث عائشة رضي الله عنها في الحج تكرر كثيرا وقد تقدم بتمامه. وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في العمرة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. Oyisha roziyallohu anha: ey Allohning rasuli, odamlar ikkita ibodat bilan qaytsalar, men bitta ibodat bilan qaytamanmi dedi. Shunda unga: kutib tur, pok bo'lganingda Tan'imdan chiqib ihrom bog'la, keyin falon joyda oldimizga kel. Biroq u umrang ajri nafaqang yoki mashaqqatingga ko'ra bo'ladi deyildi. وبه إليه قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. Abu Aswaddan rivoyat qilinadi. Asmo binti Abu Bakr roziyallohu anhumoning mavlosi Abdulloh Asmoning har gal hajundan o'tganida: Alloh Muhammadga salovat yuborsin. Biz u zot bilan mana bu shu yerda tushganmiz. Biz o'sha kunlari yengil yukli edik. Ulovlarimiz kam, oziq-ovqatlarimiz ham oz edi. Men, singlim Oyisha, Zubayr va falonchilar umra uchun ihrom bog'ladik. Baytni tavof qilgach ihromdan chiqdik. So'ng kechki payt haj uchun ihrom bog'ladik deyotganini eshitganini aytib berdi. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biron g'azotdan yo hajdan yoki umradan qaytganlarida har tepalikda 3 bor takbir aytar, so'ng la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir, آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده deredilar. Ya'ni duoning mazmuni: yolg'iz Allohdan o'zga iloh yo'q, uning sherigi ham yo'q, mulk unikidir va hamd ham unga xosdir. U har bir narsaga qodirdir. Biz qaytuvchilarmiz, tavba qiluvchilarmiz, ibodat qiluvchilarmiz, sajda qiluvchilarmiz va Robbimizga hamd aytuvchilarmiz.
Alloh o'z va'dasida sodiq bo'ldi, bandasiga nusrat berdi hamda yolg'iz o'zi guruhlarni mag'lub qildi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka ga kelganlarida u zotni Banu Abdul Muttalibning bolakaylari kutib olishdi. Birini oldilariga, boshqasini orqalariga mindirib oldilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam safardan qaytganlarida ahllari oldiga kechasi kirmas edilar. Faqat ertalab yoki kunning ikkinchi yarmida kirar edilar. وبه إليه قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ahli oilasining oldiga kechasi kirishdan qaytardilar. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها وزاد في رواية من حبها أي للمدينة. Anas roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safardan qaytganlarida Madinaning baland yo'llarini ko'rib tuyalarini shoshtirar edilar. Agar boshqa ulov bo'lsa, uni ham tezlatar edilar. Abu Abdulloh aytadi. Xoris ibn Umayr Humaytdan rivoyat qilib, unga, ya'ni Madinaga bo'lgan muhabbatlaridan tezlatar edilarni qo'shimcha qilgan. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam safar azobdan bir ulushdir. U biringizni taomi, sharobi va uyqusidan to'sadi. Qachon ishini bitirsa, ahliga shoshilsin dedilar. كتاب المحصر وجزاء الصيد وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. Muhsar kitobi. Muhsar degani lug'atda tutilib qolgan, ushlanib qolgan degan ma'noni bildiradi. Shar'iy istilohda haj yoki umra uchun yo'lga chiqib, biror tashqi yoki ichki omil sababli yo'lda ushlanib qolgan kishidir. Shariatda unga xos hukmlar alohida bayon qilingan. Shu bilan birga demak umrada ushlanib qolgan kishi to'g'risidagi bob. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umradan ushlanib qoldilar. Shunda u zot sochlarini oldirdilar, ayollariga yaqinlik qildilar, hadiylarini so'ydilar va kelasi yili umra qildilar. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. Solim aytadi, Ibn Umar roziyallohu anhuma sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari yetarli emasmi? Agar birontangiz hajdan to'silsa, baytni hamda Safo va Marvani tavof qiladi. Keyin kelasi yil haj qilgunicha barcha narsaning ehromidan chiqadi va hadiy so'yadi. Agar hadiy topmasa, roza tutadi dedilar. وبه إليه قال عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. Misvar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam soch oldirishdan oldin qurbonlik so'ydilar va ashoblarni ham shunga buyurdilar. وبه إليه قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق
قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. Kab ibn Ujra roziyallohu anhu bunday so'zlab berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyada tepamga kelib to'xtadilar. Boshimdan bit to'kilayotgan edi. Shunda u zot zararkunandalaring senga aziyat beryaptimi dedilar. Ha dedim. Sochingni oldir yoki soch oldir dedilar. Ushbu sizdan kim bemor bo'lsa yoki boshida ozor beruvchi narsa bo'lsa oyati oxirigacha mening haqimda nozil bo'ldi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam 3 kun roza tut yo bir faraqni 6 ta miskin o'rtasida teng bo'lib sadaqa qil yoki o'zing muyassar bo'lgan narsani qurbonlik qil dedilar. وعنه رضي الله عنه في رواية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. Abdullah ibn Maqildan rivoyat qilinadi. Kab ibn Ujra roziyallohu anhuning yoniga borib o'tirib, undan fidya haqida so'radim. U bu xosatan mening haqimda nozil bo'ldi. Sizlar uchun ommatandir. وبه إليه قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أنا فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوى وأسير عليه شأوى فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. Abdullah ibn Abu Qatodadan rivoyat qilinadi. Hudaybiya yili otam yo'lga tushdi. Uning sheriklari ehrom bog'lashdi-yu, u ehrom bog'lamadi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga dushmanning u zotga qarshi urush ochayotgani aytildi. Shunda u zot yo'lga tushdilar. Abu Qatoda shunday deydi: Men u zotning sahobalari bilan birga edim. Ular bir-birlariga qarab kulishdi. Qarasam bir yovvoyi eshak turibdi. Darhol unga hamla qildim va unga nayza otib sanchib qo'ydim. Ulardan yordam so'ragan edim, menga yordam berishdan bosh tortishdi. Keyin uning go'shtidan yedik. Biroq u zotdan ajralib qolishdan xavfsirab qoldik. Men otimni goh choptirib, goh yo'rg'alatib Nabiy sallallohu alayhi va sallamni izladim. Yarim tunda Banu G'iforlik bir kishini uchratib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni oxirgi marta qayerda ko'rding dedim. U zotni Ta'hinda ko'rdim. Hozir Suqiyoda qaylula qilmoqdalar dedi. Keyin men ey Allohning rasuli, ahlingiz sizga salom va Allohning rahmatini aytib yuborishdi. Ular sizdan ajrab qolishdan xavfsirashmoqda. Ularni kutib turing dedim. Keyin ey Allohning rasuli, men yovvoyi eshakni qo'lga tushirdim. Oldimdan undan go'shtidan ortgani ham bor dedim. U zot odamlarga yeyaveringlar dedilar. Holbuki ular ehromda edilar. Hadisning sharhida bu jonivor ko'rinishdan eshakka o'xshagani uchun qadimda arablarda al-himarul vahshi, ya'ni yovvoyi eshak deb atalgan. U sut emizuvchilar oilasiga mansub bo'lib kiyikka o'xshash, lekin shoxsiz, oq tusli, bo'g'zi qora ov hayvoni bo'lgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, hozir bu hayvon yo'qolib ketgan. Hadisda kelgan Ta'hin degan joy Makka yo'lidagi Suqiyodan 3 mil masofada joylashgan buloq. Suqiyo esa Makka bilan Madina o'rtasida joylashgan katta bir qishloqdir. وبه إليه قال وعنه في رواية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 3
ومنا المحرم ومنا غير المحرم فذكر الحديث. Abu Qatoda roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam birga Madinadan 3 marhala uzoqlikdagi Qohada edik. Boshqa rivoyatda shunday deyilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Qohada edik. وبه إليه قال وعنه في رواية قال فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. Abdullah ibn Abu Qatodaga otasi roziyallohu anhu shunday deb xabar beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajni niyat qilib chiqib yo'lga chiqdilar. U zot bilan birga ular sahobalar ham yo'lga chiqishdi. U zot ulardan bir guruhini ularning ichida Abu Qatoda ham bor edi. Boshqa tomonga burib, uchrashgunimizcha dengiz sohili bo'ylab yuring dedilar. Ular dengiz sohili bo'ylab yo'lga tushdi. Masofani bosib o'tgach, barchalari ihrom bog'lashdi. Faqat Abu Qatoda ihrom bog'lamadi. Yurib ketayotib to'satdan yovvoyi eshaklarni ko'rib qolishdi. Shunda Abu Qatoda yovvoyi eshaklarga ham hamla qilib, bir urg'ochi yovvoyi eshakni jarohatladi. Keyin ular tushib uning go'shtidan yeyishdi. Biroq ihromda bo'la turib, "Ov go'shti yeymizmi?" deb qolishdi. Mazkur urg'ochi yovvoyi eshakning qolgan go'shtini o'zimiz bilan oldik. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelishgach, "Ey Allohning rasuli, biz ihrom bog'lagan edik. Abu Qatoda ihrom bog'lamagan edi. Yovvoyi eshaklarni ko'rib qoldik." Abu Qatoda da ularga hamla qilib bir urg'ochi yovvoyi eshakni jarohatladi. Biz ham tushib uning go'shtidan yedikda, so'ng ihromda bo'la turib ov go'shti yeymizmi deb qoldik. Uning qolgan go'shtini ham olib keldik deyishdi. U zot sizlardan biror kishi unga yovvoyi eshakka hamla qilishga undadimi yoki unga ishora qildimi dedilar. Ular yo'q deyishdi. Shunda u zot qolgan go'shtni ham yeyaveringlar dedilar. وبه إليه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. Sa'b ibn Jassoma Laysi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Abvoda yoki Vaddonda ekanlarida u zotga yovvoyi eshak hadya qilgan ekan. Uni rad etibdilar. Keyin uning, ya'ni Sa'bning yuzidagi o'zgarishni ko'rib, biz ihromda bo'lganimiz uchungina uni rad etdik debdilar. Abvo va Vaddon Madina bilan Makka o'rtasidagi qishloqlarning nomi. Ular Madinaga yaqinroq bo'lgan. Bu yerdagi ikkilanish roviylardan biri tomonidan sodir bo'lgan. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 5 xil hayvon borki, ihromdagi kishiga ularni o'ldirishda gunoh yo'q dedilar. Rovisi boshqa ekan. 5 xil hayvon borki, ularni o'ldirganga gunoh yo'q. Qarg'a, kalxat, sichqon, chayon va qopag'on et dedilar. وبه إليه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. Abdullah roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Minodagi bir g'orda edik. Nogahon u zotga val mursalot nozil bo'lib qoldi. U zot uni tilovat qilar, men esa uni og'izlaridan qabul qilib olar edim. Og'izlari hali buni qurmay turib to'satdan bir ilon bizga tashlandi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni o'ldiringlar dedilar.
Biz uni ushlashga shoshdik. U qochib ketdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam sizlar uning yomonligidan qutulib qolganingizdek, u ham sizning yomonligingizdan qutulib qoldi dedilar. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kaltakesakni fosiqcha dedilar. Biroq u zotning uni o'ldirishga buyurganlarini eshitmaganman. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Ibn Abbos roziyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka fath qilgan kunlari hijrat qilish yo'q, lekin jihad va niyat bor. Qachonki urushga chiqishga chaqirilsangiz, chiqing dedilar. وبه إليه قال عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. Ibn Buhayma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ihromda turib, lahyi jamalda boshlarining o'rtasidan qon oldirdilar. Lahyi jamal Makka bilan Madina o'rtasidagi ma'lum joy. U Madinaga yaqin bo'lgan. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ihromdalik hollarida Maymuna roziyallohu anhoga uylandilar. وبه إليه قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فصب الماء على رأسه وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. Ibrohim ibn Abdulloh ibn Hunayn otasidan rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Abbos va Misvar ibn Mahrama abvoda tortishib qolishdi. Abdulloh ibn Abbos ihromdagi kishi boshini yuvaveradi dedi. Misvar esa ihromdagi kishi boshini yuvmaydi dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos meni Abu Ayyub Ansorining huzuriga yubordi. Men uni quduq labidagi ikki ustunning o'rtasida bir mato bilan to'silib olib, g'usl qilayotgan holda topdim. Unga salom berdim. U kim bu dedi. Men Abdulloh ibn Hunaynman. Abdulloh ibn Abbos meni sizdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihromdaliklarida boshlarini qanday yuvar edilar deb so'rashga yubordi dedim. Abu Ayyub qo'lini haligi matoga qo'yib, uni pasaytirdi va menga uning boshi ko'rindi. So'ng unga suv quyib turgan kishiga qo'y dedi. U boshiga quydi. Keyin u ikki qo'li bilan sochini ishqaladi. Ularni oldindan orqaga, orqadan oldinga yurgizdi va u zot sallallohu alayhi va sallamning shunday qilayotganlarini ko'rganman dedi. وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fath yilida boshlarida dubulg'a bilan Makka ga kirdilar. Uni yechib turgan paytlari bir kishi kelib Ibn Xatal Ka'ba po'shga osilib olibdi dedi. Shunda u zot uni qatl qilinglar dedilar. Izoh: Ibn Xatal avval musulmon bo'lgan. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni bir ansoriy bilan birga zakot to'plashga yuborganlar. Biroq Ibn Xatal yo'lda ansoriy sherigini o'ldirib, o'zi mushrik bo'lib ketgan. Shuningdek, uning Nabiy alayhisalomni hajv qilib, qo'shiq aytuvchi ikki cho'risi ham bo'lgan. Shuning uchun Nabiy alayhisalom Makka fathida uni qatl qilishni buyurgan edilar. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Juhaynalik bir ayol Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib,
Onam haj qilishni nazr qilgan edi, lekin haj qila olmay vafot etdi. Uning nomidan haj qilsam bo'ladimi deb so'radi. U zot: "Ha, uning nomidan haj qil. Aytchi, agar onangning zimmasida qarz bo'lsa, ado qilgan bo'larmiding? Allohning haqqini ado qilinglar. Allohga Alloh vafoga eng haqli zotdir" dedilar. وبه إليه قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. Soib ibn Yazid roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. 7 yoshimda meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga haj qildirishdi. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajlardan qaytib kelganlarida Sinon Ansoriyaga hajdan seni nima to'sdi dedilar. U Abu Falonning erini nazar tutmoqda. Ikkita suv tashiydigan tuyasi bor edi. Birida hajga ketdi, boshqasi esa yerimizni sug'oradi dedi. U zot Ramazondagi umra men bilan birga qilingan hajning o'rniga o'tadi dedilar. وبه إليه قال عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. Ziyodning mavlosi Qazadan rivoyat qilinadi. Abu Sa'idning u Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga 12 bor birga g'azot qilgan shunday deganini eshitdim. 4 narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman yoki Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'zlab berganlar. Ular meni ajablantirgan va quvontirgan. Ayol kishi eri yoki mahramisiz 2 kunlik masofaga safar qilmaydi. Fitr va qurbonlik kunlari roza tutish yo'q. 2 namozdan keyin, asrdan keyin quyosh botguncha, bomdoddan keyin quyosh chiqquncha namoz o'qish yo'q. Faqat 3 ta masjid sari ko'ch bog'lanadi. Masjidul Harom, mening masjidim va Masjidul Aqso. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 2 o'g'lining o'rtasida ularga suyanib ketayotgan bir qariyani ko'rib, bunga nima bo'ldi dedilar. Piyoda yurishni nazr qilibdi deyishdi. U zot: albatta Alloh buning o'zini azoblashdan behojatdir dedilar va uni ulovga minib olishga buyurdilar. وبه إليه قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Singlim Baytullohga piyoda borishni nazr qildi va menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uning uchun fatvo so'rab berishimni buyurdi. Men u zotdan fatvo so'ragan edim. U zot alayhissalom piyoda ham yursin, ulovga ham minsin dedilar. سماع الحديث عن المصطفى به قد رجونا حصول الشفاء فعنه أخذنا الهدى والتقى ومنه عرفنا الرضا والوفاء ونقل الحديث بلفظ الرواة
كؤوس تدار لشرب الصفا وأهل الحديث هم الأولياء محل العناية والاصطفاء فلا ترغبن إلى غيره وإن موه القول أو زخرفا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.